Assalomu alaykum aziz do'stlar, xayrli akam mana O'zbekistonga qaytyapman do'stlar. Videoni ko'ringlar, xudo xolasa oq yo'l tilab qo'yamiz. Lekin xayrli akam aytib qo'yaman, tayyor turing. 1100 vlogger sizni kutyapti. Borgandan keyin hammasiga bitta intervyu berib chiqishimiz kerak. Videoni ko'ringlar, oq yo'l tilab kommentariy yozib ketinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmang. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Mana qahramonimizni yuboryapmiz. O'zbekiston, O'zbekiston kutishyapti deyapti. Bu yerda Abdurahmon Fozilovga juda ham katta rahmat. Hozir aloqadamiz. Mana soppa sog'lom, faqat mana shu yerdan tashqari. Buni ham his qildik. Yangi e'tiboring. Salomat bo'lingizlar. Salomat bo'ling. Mehnatlaringizga rozi bo'lingizlar. Temur aka sizga ham azizlikdan rahmat. Sharifat qilganlaringiz uchun. Nima deyman? Mana safarimiz qarib qoldi. O'zbekistonimizga ham boraylik, bir ona yurtimizga. Tushishdan oldin medalni prezidentimiz Shavkat Miromonovich bergan taqdimda bu yerda taqib albatta tushish kerak. Обязательно. G'urur bilan, sha'nimiz bilan talashamiz deydimi o'zbeklardan. Mayli. Olg'a O'zbekiston. Yaxshi oling. Temur aka, sog' bo'linglar. Bu videoni maksimal tarqatinglar. Mana shunaqa martlarni o'zbek o'g'lonlarini chiqarish uchun.